talab va istaklarga binoan shu kasinkani noldan bichib tikilishini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Kasinkaga matoyimizni patin qilib tanlab oldim. Avvalambor ishimizni abadogimizni o'lchab chiqishdan boshlaymiz. Abadoga o'lchaganimizda 35 cm chiqdi. Fatin matoyimizni 2 buklab, enaga 17, bo'yiga 35 cm o'lchab, belgilangan chiziqlarimizni avvalgisimon qilib uchburchak shaklida chizib olamiz. Kesib olingandan so'ng xuddi shu uchburchak ko'rinishda bo'ladi. Endi esa bezatish ishini boshlaymiz. Abadogimizning ichki qismiga temir kiliy surtib chiqamiz. Temir kiliyimiz salgina qotgandan so'ng patin matoyimizni surtilgan temir kiliyning ustidan yopishtirib chiqishga boshlaymiz. Videoda ko'rsatilgandek o'girib olamiz. To'rtinchi razmer xrustalimizni 0,4 mm sim yordamida shunaqa videoda ko'rsatilgandek aylantirib o'rab chiqamiz. Uchburchak qismini shokilasini yasashga boshlaymiz. Shokilasini yasashda ikkita uzunchoq biser, bir dona 4-razmer xrustal va yana ikkita uzunchoq biserdan o'tkazib, videoda ko'rsatilgan orasini 2-2,5 cm qilib tikishga boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek kasinkamiz ham tayyor. Shu video uchun 10 ballik sistemadan necha baho berib ketasiz? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.